Assalamu alaikum. Erkinlik yolunda sudek aktif bizning tenimiz. Sen için ey yurtimiz, fida bulsun cenimiz. Kan keçip hem can verip, ahır bulduk azatlık. Kalbimizde var bolgaçka itikat imanımız. Atılanın canları düşmedi tarih bittidir. Nesli kaldı kendi var, biz onun evladı biz. Çünkü can hem aktı kan, oldu yaldın el aman. Yaşasın, müm yaşasın, güzel istikbalimiz. Yaşasın, müm yaşasın, güzel istikbalimiz. Assalamu alaikum hürmetli qarindoshlarım. Jasorat munbirga hoş geldinglar. Bugun biz alaydiroq bir program qilmoqchi. Uzun yillar aloqa qilgandan oxiri katib bilan bir suhbat qilish fursatiga erishdik. Bilisizlar, normalde bir ekran kayıtlanmaydı yani. Özünün ekrandan başka ekranlara çıkmaydı o bular. Bugün bir fırsat berganiga nəhayət xoş bulduk. Hem nəhayət qısqa vaqt bergan bolsunmu bizga. Amal var. Bir ko'ngillik bir suhbat bo'lishni qo'lga keltirishga tirishamiz. Ekranımızda baş katib. Yaxshimisan baş katib? Yaxshi. Ekranımga teklif qilganingga rahmat Juma. Bu senmi o ya? Niqabda qolding yüzünge? Özünün yüzünü ko'rsatmay chiqay debsan de, xalqdan qo'rqsan qo'y sen zaten. Ekranlarımda sana o'tkir fikrlarni yoki savollarni qo'ya oladigan ekranlardan bak qo'rqsan qo'y, shon maskada qolsan da, xap bo'pti. Nima bir oldi bilan so'raydiganim sendan. Seni ko'rsam shu bir pishqon bir artistlarni ko'rgandek bo'laman-da, ya'ni yomon o'xshatsa sen artistliging har qanday ishda, har qanday sahnada bek o'xshatsa. Agar men sening tarixini ozroq bilmagan bo'lsam, balkim seni bir kasbiy artistlikda o'qigan birisi o'xshaydi deb qolgan bo'lardim. Shuni so'rab boqqim keldi, sen artistlikda o'qiganmi? Bu qanday gapimda? Men fizikada o'qigan, artistlikda hech o'qimagan. Men bunda savol so'rab qoldim. Men fizikada o'qiyotgan mezgilimda, oliy maktabda o'qish bitirolmayla maktabdan haydalgan, uni olgan bo'lgan. Endi qarasa bu bütün qiliqlaring bir artistlarda, ya'ni pishqon bir artist. Menimcha alayda tarbiya ko'rmagan bir odamning bu qadar o'qishda olishi bek tasjimo. Oddiysi deylik, masalan shu 80-yillardagi o'quvchilar harakati. Hozirgacha yuzing hech qizarmay, shu hech chandırmay turibsan. Bu o'quvchilar harakatiga men yetakchilik qilgan, minglagan o'quvchilarni keynimga sap yurib, shu nima qilgan, men Xitoy hukumatiga qarshi faoliyatni shu chog'da boshlab o'tgan davatsa. Asta-asta bu gaplarning butunlay yolg'onligi isbotlandi. Bu ishning ilgilari chiqib, sening gaplarning yolg'onligini isbotladi. Shuning uchun sen artistlikda o'qiganmi deb so'rab qoldim.
Burun sen Qo'ng'irg'idan boshqa ham yer jirishib turadigan bir velosipeddan pesat o'shib jon boqadi ekansan to'q. Hamda shu millatdan to'kilayotgan qani badaliga to'liq maosh qolib qoldingda hozir sen. Da'voning nini yotsa. Bu xizmatga erishishing uchun millat ig'ir badal to'ladi ham to'layotdi. Hozir kunlaring rohatmi? Ya istegandan cho'ng kichigi yo'q qara. Burun pizza to'shagandim. To'g'ri. Hozir mana da'vo sepida ishlayapman. Yaxshi turmushim. Ayolimning kirimi yaxshi. Meniki bo'lsa qanday bo'lmasa yeterlik kirimim bor. Enidining maoshida yashayman. Boshqa hamma jihatda yaxshi. Bilmadim nima so'rab qoldim bu savolni. Yana bir so'raydiganim, seni bugünkidek maoshli qilib qo'yganlarning birisi agar e'tirof qilsang, Robiya xonim edi. O meni chiqish kanalida 3-4 tonlarga qilib qilib bu atalmış qurultayinglar o'layil deb qopdi ekan. Tarqilib ketayil deb qopdi ekan. Keyin Robiya xonim turmadan chiqqandan keyin chiqqandan umid qilgandek surgunlik hukumatni qo'lga olmay, bu qurultayni qo'lga olgandan keyin 10 necha yil tirish orqali bu qurultayni dunyoga to'natdi. Sizlar hozir og'zinglardan tushunmaydigandek, ya'ni dunyo e'tirof qiladigan holatga keltirdi-da. Hem seniki maaş qilib qo'yishingga, yani eni dedim maaş ilib, hozirgidek rahat yashashingga asos etmadi. Mening kallamdan faqat o'tmaydigan yeri mushundoq sana vapa qolgan. Sening hozirgidek rahat, xotirjam turmushingni asos turmushingga asos etmagan bir mo'moy. Asli sen nihayet minnatdor bo'lishing kerakdi, ammo bu mo'moyga qilmagan askilikdan qolmadi. Onun qo'shiniki küçüklerini shiqsilib mush ko'targizish, o'lim tahdidlari qilish degandek nihoyatda vahshiy qiliqlarini ko'rdik-da bu yerda. Ya'ni bu normal inson qila oladigan ish emas. Qandoq bo'lib bu ishlarni qila olding sen? Qara Robiya xonimninki to'pisini hech kim inkor qilmaydi. Jumladan menmi shu. Robiya xonim bo'lmasa qurultayning buguni bo'lmaydi. Uni bilaman. Ammo nima deymiz, bu mustabidlik yaxshi emas-ku. Robiya xonim bir o'tog'ancha 10 necha yil, 13 yil o'tirilib qotmadi qara bu o'rindan. Yoshlarga o'rin berish kerakdi, bizga o'xshash. Chiroyli gap qildik. Chiroyli nasihat qildik, anglamadi. Asli qoida bo'yicha o kadar uzun o'tirishi to'g'ri emasdi. Ammo mush ko'tardi degan gaplarni qilsa, mening toza esim yo'q bu ishlar. Bilmaydi ekanman bu ishlarni qanday bo'lganligini. Endi so'raydiganim, ba'zilar seni mafiyasi bor ekan deb atrofdagilarni qo'rqitadi. Yani onun bek qarşı chiqib ketmanglar, onun mafiyasi var. Birden jo'g'ishtirib qo'ydi seni deb. Endi bilsam, sening o mafiya deganlaring, askarlaring shu atrofingdagi aroqni ichirib qo'ysang berib, adam urib beradigan zaboylar va yoki 5-10 dollar tutqizib qo'ysang, sening uchun jundaqni yalab beradigan hatta mo'maylarga mush ko'taradigan qamavazlar, mushlar ekanda sening mafiyalaring, ha?
Onun üstüge şu Orta Asya'da hemmimiz hazırgıça sırrını içip bulanmayotgan qatillik delosi, yani bir qancha qerinishimizni o'tirib jasadlarni pochilab axlatga tashlab etgan bir vahshiy qatillik delosining gumondori hozir sizning peshinga kesilib binoda yashayotidi. Sizning yaqin yordamchilaringizdan biri bo'lyotidi. Bu ahvollar hamda odamni ajoyib xiyollarga soladi. Uningdan boshqa shu xalqimiz sirliq o'lib ketdi, balkim qasd kuchirdi deb sirliq o'lib ketgan bizning peshqadam burunqi haqiqiy gerçek inqilobchilarimiz, masalan marhum rahmatli Kurash Ko'san va Abdulekim Maqsumlarniki o'limlarning siri hozirgacha ochilmadi. Gerçi kasal bilan o'lib ketdi deyilsa-mu, ammo bunun ichida sir bor deyilyapti. Sen bilemsen bu ölümlerin sırlarını? Benim bilişimde Kurash Ko'san rahmetlik bilen Maqsum hacım bu kesel bilen tugab ketdi. Kimniki rahmet Kurash Ko'sanning yurak kesilib olgan to'q. Maqsumniki kesilib olgan to'q kesel bilen tugab ketdi. Bu yerda bir kasb bor yoki bir shumliq bor desam men ishonmayman. Bunday ishlar bo'lishini atayin. Ba'zisini men bilmaydi ekanman bu ishlarni. Meniki mafiyam yo'q, nereden topding bu gapni? Haq degan nima deydi qara. Nima deydi? Men ancha-muncha yordam qilaman atrofimdagilarga, $5-10 azroq usulda pishgan yoki bolalarimga bir nima aytagin deb yordam qilaman. Men kichigimdan shundoq axloqliq cho'ng bo'lgan. Boshqalarga yordam berishni xo'shamlik deb bilaman. Yordam qilaman biroz, ammo u sen degan u mafiya, u odam urush ishlari, masalan Rabia xonimni bir türkü marakkeşlerge urguzuş, yani arak çıkızıp urguzuş işleri veya ki bu iş götürüş degan işlerini ben bilmeydiken ben. Sen nereden aldın bu da gapini? Asası yok gapini kılmayımız cuma. Bunda iş yok. Nereden algan bolsan, şu anlaganlarından sorap gel. Yana bir iş mi şu yakın yağı hammamiz diqqat qilayotgan bir ish. Sizlarning bu tuyuqsizlar mustaqillik shuori to'g'laydigan bo'lib qolganinglar chaqadamni hayron qoldiryapti. Shu oxirgi qatimqi yig'inimda masalan bizning oxirgi nishonimiz mustaqillik deganni uyg'urcha e'lon qildim bu yig'inda, ammo inglizcha demading, yani deyolmading. Agar sizlar hozir deyotgandek haqiqiy oxirgi nishoninglar mustaqillik bo'lsa, nemishqa uni qo'rqmay o'zingning nizomnomangga yozolmaysa va yoki inglizcha xalqaro so'rinlarda e'lon qilolmaysa? Qara, siyoset deganning-chu to'qqiz rang, bir nayrang deydi ekan. Endi hamma nimani sen nizomnomangga ochiq yozib olmasangmi bo'ladi, qara. Ben dedim bu o'tganida biz da'voning oldida ketayotganlar bu normal fuqarolar bilan tang o'rinda tursak bo'lmaydi. Biz sarxillar alaydiroq bo'lamiz. Ya'ni biz diplomatik yo'l tutamiz, qara. Diplomatiyalik yo'l degan emas. Qog'ozga anlamoqqa silliqroq bir narsani yozib o'tkazib olsa, qara bir yerda. Ana lekin Uyg'urlarimizning oldida deymiz mustaqillik deganni. Chet ellikning orasida u xo'shaqmaydi u xalqning qo'liga mustaqillik degancha. Mustaqillik deb muqsam nima bo'lsin hozir mustaqil qila oladigan vataningni nima bor? Ijtimoiy yo'q, shundoqmi?
Anda olgandan keyin biz har bir anaqa cho'ng kichik tuşuklarni yechish uchun shu diplomatik ahangda gap qilishimiz kerak. O kirib olgandan keyin u yerda xalqimizning dardini anglashga fursat bo'ladi. Agar sen mustaqil debla yolg'on so'zlab haqning eshigini cheksang, eshikni ochmasa, eshikdanmi kirolmaysa, undaq qandaq da'voringni anglata olaysan ularga, qandaq ovozingni anglata olaysan ularga. Mening qilayotganim, men bir aktivist. Men shu har xil sorunlarda dunyodagi o'xshamagan insonlarga Uyg'urning dardini anglataman. Buning uchun diplomatik ahangda gap qilishimiz kerak. Misal o'xshash tub-tuz gap qilgan, qo'pol gap qilganlardan bo'lsak, ishlardan kirolmaymiz. Nidining pulini ololmaymiz. BDTga mi kirolmaymiz? Amerika parlamenti, Yevropa parlamentlarga kirolmaymiz. Shunga albatta biz normal fuqarolardan farqli bo'lishimiz kerak. Ya'ni diplomatik ahangda gap qilishimiz kerak. Shunga nizomnomaga yozolmaymiz. Ammo bizning nishonimiz mustaqillik. Dedim bu bizning 70 kunimizmi mustaqillik talab qildi deb 70 kun mustaqillik talab qilgan yerda men talab qilmam deganman. Men albatta talab qilaman. Buni Uyg'urlarimizga bildirishimiz kerak. Ya'ni bizning irodamizning nima bo'lganligini, mustaqillik bo'lganligini. İngilizlarga desang, dunyoga desang, dedim-ku, eshikda taqilib qolsa qilsa, men eshikdan kiramisam, men qanday jinimni boqaman, qanday maosh olib yashayman, dedim. O'zingni o'ylamasan, bunda hammaning konkret ahvolini o'ylasang bo'ldi. Ya'ni quruq suvar bilan bir ish hal bo'lmaydi. Biz amaliyotchan bo'lishimiz kerak. Ya'ni reallikqa boqib ish qilishimiz kerak. Bildingmi? Yana bir iş, sen Uyg'urlar arasında daim o'zingni aktivist deb kelding. Ben siyosiyon emas, men aktivist deysan. Ama yaqinda birisi seninki Twitter'da yozgan titlingni o'zingga qo'ygan bahoringni ko'rsatib qo'ydi. Ya'ni u yerda sen o'zingni siyosatchi deb yozyapsan. Biz gangirab qoldik. Sen zodi bu siyosatchimi yoki aktivistmi? Buni sana deb o'tdim qara. Men siyosiy maydonda faoliyat qilayotgan birisi. Shunga diplomatik usulda muomala qilishim kerak. Har bir ishga. Men aktivist. Yani ben siyasetçi emas, çünkü siyasetçi deydiğanga nimem yok. Ben siyaset okumagan, yani siyasette terbiyelenmegen doğrusu. Bunda seviye yok bende. Ben aktivist. Ama Türkiye'de mesela siyasyon degenin ki o kadar yukarı talep olmaydıgan okşaydı. Türk yandaştırmamızı sen danlıq siyasetçi, Uygur'un danlıq siyasetçisi dedi. Şunu siyasetçi de biz oldum. Ama o Facebook degen bakılayım kaya, adam tıllaydı kaya o. O yerga kirib, o hammadan suallarga javob bermaydigan tursam, mening kirdigan tuşuklarımın kirdigan vaqtim bo'lmaydi ki qara. Şuna kulak teşrak tutsun dedim. O yer adam tıllaydı adamlar jiqiriq ki. Nagli qachonlik kirsam shu adam tillab o'tag'an. Şuna mening haliqi vaqtim bak qisqa emasmi? Jiddiy yutadi har kuni. 24 soat yaman jiddiy yutaman deganman. Şuna vaqtim yetmaydi buningga. Buningdimi putak tepishdan hojat yo'q deyman. O başka liderlar mesela başka devletlerin liderleri medyalarda bazı okandak ki bilmedim ama benim vaktim pek kısma başka ben o sosyal medyalarda çok vaktim bulmaydı adette. Şu an Facebook'ta yok ben.
Şu sizlarniki tutqan yo'linglardan keyin shu Xitoy Kompartiyasinikiga bakli o'xshaydiganligi meni bak hayron qoldirdi-da. Hatto gap qilish usulinglarimiz shu qadar o'xshaydi. Yaqinda shu sizlarniki shu birdan-bir safsatanglarga qarshi chiqqan yoshlarni va boshqalarni osondagi bo'lgunchilar deb tasvirlaninglar. Sizlardan ayrılıb çıxan işki vəkillərni Xitayğa setilganlar dedinglar. Bu gaplarga men vatanda Xitoyning təşviqatı işləgən şu aynan Xitoy Kompartiyasının təşviqatidagi deklar chiqyapti. Aynan o'xshash chiqyapti. Men hayron qolaman. Shuni turib o'ylab qolaman, bu sizlarga hozirgacha Beijingdan ta'lim kelib turamdi qandaq? Nemishqa bir tiniqda gap qilsizlar ular bilan? O'sha Beijingga bog'laydigan gaplarni sal yig'ishtiringlar, Juma. Bizning Beijing bilan hech aloqamiz yo'q. Biz birdan-bir deganimizda qurultayda cho'ng bir tashkilot bormi, uningga taqabul tura oladigan? Yo'q, shundaqmi? Burun birdan-birti Rabia xonim boshchiligida birda tashkilot bordi. Boshqa tashkilotlar yo'qdi asosan. Hukumat, sürgündük hukumatdan boshqa. Biz shuni davom qilib keldik. Shu chaqdan tatib hozirgacha biz birdan-bir deya olamiz, chunki xalqaro e'tirof qiladigan biz birdan-bir tashkilot. Sen bildiğin xalqaro e'tirof qilgan boshqa tashkilot bormi? Yo'q. Da'vodan bizning haqqimiz bor birdan-bir. Endi men yaqinda dedim bu Washingtonda. Sizlarmi tashkilot qurilib birdan-bir desanglar bo'ldi, o'zinglarning ixtiyoringlar. Qanda so'z ibora qo'llansanglar biz aralashmaymiz. O'zinglarning ishi. Shuni biznikiga aralashmanglar. Endi yaqinda chiqayotgan ishchi kishini o Xitoyga setilganlar deb men demedim. Kim degan bo'lsa shuni berib so'ra. Men uqmayman. Unda gapni anglamadim men. Bizning tashviqotimizda ishlaganlar, hozir tashviqotni tutayotganlar, bu vatanda shu kompartiyani madiyalab ishlatdik, tashviqotda, axborotda. Balkim ancha-muncha ta'siri bo'lgandir, bilmayman uni. Tashviqot ishini men konkret o'zim tutmag'achqa ta'sir bilmaydi ekanman. Agar bu jihatda Xitoyga o'xshab qolgan yerlarga borgan desam, sen shu tashviqotga odamlarimizni tepib, shulardan so'rasang bo'larmiki, ashlar javob bera oladi mencha. Hozir bo'layotgan vaziyatni ko'ryapsa, o'zgarishlarni ko'ryapsanda. Mushtaq holatda bo'lsa, yanala biz birdan-bir deydigan safsatangda ching turamsa, ya'ni butun Uyg'ur vakillik qilaman deydigan safsatangda. Masalan deylik, sen aniq deding $5 bermesang sen mendan ruxsat so'rash, nima, savol so'rashmi haqqing bo'lmaydi. Deysan yo'q. Ya'ni u tashkilotga seni qo'llamaydiganlar kirolmaydi-ku ham. Mushtaq holatda masalan men o'xshash seni qo'llamaydigan, ham sana $5 bermaganlarga sen qanaqsiga vakillik qila olaysan bizga? Sen tashkilotga kirgizmaysa, hem bizga savol so'rashga yo'l qo'ymaysa, sen qanaqsiga bizga vakillik qila olaysan undaqda? Buni dedim-ku, men Washingtonda deb bo'lgan. Biz birdan-bir degan gapimizni davom qilamiz. Chunki boya degandek biz birdan-bir xalqaro e'tirof qilgan tashkilot. Agar buni o'zgartirma desanglar, bizga o'xshash kuchli tashkilotdan birini chiqaringlar, maydonga chiqaringlar. Bizni yenginglar. Ana shu chaqda biz birdan-bir demasligimiz mumkin. Ammo hozir xalqaroda uni qo'yotgan, dunyo taniydigan, Uyg'urning ovozini yetkazayotgan biz birdan-bir buni e'tirof qilishinglar kerak. Undan keyin biz birdan-bir deyishni davom qilamiz. Sizlarmi o'zinglar bir tashkilot qurib birdan-bir davringlar, hech nima bo'lmaydi. Ammo bizniki
bizning bu tashkilotga shu a'zo bo'lganlar, bizni qo'llaydiganlar kirib a'zo bo'la oladi. Ham bizden sonra şaka bulurdu elbette. O bizni qo'llamaydigan, bizga pul bermaganlar, bizga a'zo bo'lmaganlar qandaqsiga bizdan so'ra shaqqa bo'ldi. Bu birdan bir masalasiga kelganda men boya dedim-ku, boya degandek sababdan biz birdan bir deymiz. Hem hozir boshqa bir xalqarada Uyg'urning ovozini chiqara oladigan boshqa xalqarалық cho'ng tashkilot bo'lmag'achqa, bizning ovozimiz shu qurultayniki nomida dunyoga yetib o'tqachqa, biz yana birdan bir deymiz. Buni agar o'zgartira olsanglar qo'linglardan kelsa qilinglar. Ana yo'li yo'q, biz to'salg'ulik qilmaymiz. Demek ki sen yana öz yoluna devam kılasa deyin ki, hiç özgürlük olmaydı sizlerde. Ondaqda hazır elip berilayotgan şu sizlarni e'tirof qilmaslik, ya'ni birdan bir deganinglarni-da. Biz birdan bir vakil deydiganlarni e'tirof qilmaslik shu harakati bara xalqaro anglatilib, xalqaro buni to'nusa. Ya'ni u chaqda sizlarni birdan bir vakil emasga degan bir yakun chiqarsa, sen yana shu safsatangda chiqib turamsan va yoki ağzında daim deydigandek barliq Uyg'urlarga ishni ichitib, ular bilan hamkorlashamsa. Biz qara. Hamma Uyg'urlar bilan hamkorlashib qilyapmiz hozirgacha. Agar bir kunlarda sizlar masalan qurultayni yangiligidek bir tashkilot qurib chiqib, nima qilsanglar masalan xalqaro e'tirof qildira olsanglar o'zinglarni, o'chaqda ko'ramiz, ya'ni birdan bir deganni davom qilamizmi, qilmaymizmi. O'chaqda biz sizlarni e'tirof qilamiz, hamkorlashishimiz turgan gap menimcha. Agar qurultay taqilib ketmasalar, ya'ni hozir qaltimizni saqlab olsak, agar sizlar kuchli bir tashkilotni qurib chiqarsanglar, o'zimizga xalqaro e'tirof qilsa sizlarnimi, o chaqda menda problem yo'q, hamkorlashimiz menimcha. Sen yaqinda bir sorunda o'tgan qatim Solihni chaqqan kishining Ömer Qanat ekanligini aytibsiz. Hammamiz bilamiz, bu Ömer Qanat hozirgacha sizningki eng yaqin yordamchilarining birisi, ham qurultayga qo'lliq yetakchilaringlarning birisi-da. Sencha shundoq chaqimchilik qilgan odamningki sizlarda yetakchilik rol o'ynashi o qurultayning nomiga dog' keltirmamdi? Buni deganim rost. Ömer nimishqa undaq qildi men bilmayman, uni o'zidan so'ranglar. Ammo bu Ömer shu 90-yillardan tortib bizniki ko'ni sevdishimiz. Ya'ni yoshlar tashkilot qurgandan tortib shu hozirda tamom qilgan qurultaygacha boshdan oxiriga bizning bir peshqadam inqilobchimiz bu. Undan de qisman sevenlikleri, mijazdagi ojizliklari sabablik onu bir yana qayrib qo'yish luksusumuz yo'q. O izchil to'p qo'shib kelayotgan birisi. Da'vo sepida uning muhim o'rni bor. O dog' keltiramda keltirmamda uning parvoyim palak. Qurultayga uniki qilgan ishlar dog' keltiramda parvoyim palak. Mana odam lozim, atrofimizda g'olliq kadrlar kerak. O bizning eng g'olliq kadrlarimizning birisi. Uni hamda bir xatolik o'tkazgan debla qo'lga o'tishning o'rni yo'q. Ham bu qatammi o'zi vakillar tarafidan qayta saylandi. Unda bo'lgandan keyin mening shaxsan boshqa fikrim yo'q bunga. Agar boshqa so'raydiganlar bo'lsa, o'zidan so'ranglar. Men bilmayman boshqa ishlarni. Şu yaqinda oshkorlanishicha, qurultayinglarda rahbarlik o'rnida ishlaydigan birisi
Şvetsiyadagi bir balaniki lagerdagi ota-onasini qutqizib chiqib berma deb uning puli, soati degandek bir qism narsalarni olibdi-da. Olgandan keyin bu ishning oxiri ham o'liqi ota-onasini qutuldirib chiqmoqda yo'q. Bu odamlarniki Xitoyga bog'langan, Xitoylarga ishlaydigan odam ekanligi fosh bo'lib qolibdi. Sence qurultayingda mushunga o'xshash Xitoy kuchliklarininki ishlashi normalmi? Ya'ni mushunda Xitoy ishlaydigan odamlarniki sizlarning qurultayinglarda muhim rol o'ynashi, hatto rahbarlik qatlamiga kirishi o qurultayinglarga dog' keltirmamdi. Ya da kimden atkanını bilmedim. Hem sen diye işte anlamadım ha. Ben andacı kılık sosyal medyadaki gaplarni anlaydigan vaqtim yok. Abay dedim. Şuna o Xitoyga bağlangan adamlar bolsa aramızda şularni sifatla o'tirg'i chiqinglar. Sifatli ko'z tutinglar. Agar haqiqiy Xitoyning odami ekanligi, Xitoy ishlaydiganligi isbotlansa, biz chora ko'ramiz uningga. Ammo bunda qanaqa tuki yo'q, isbot yo'q gaplarni ekranda da'vermanglar. Menimcha yaxshi bo'lmaydi. Endi bu aramızda bizning qurultaydimi shu odam ko'p, ya'ni biz odatda o'tganda turamiz. Ammo to'liq kontrol qilib keta olishimiz notayin. Agar to'liq sifatinglar bo'lsa, bizga avatinglar yoki ko'z tutinglar ekranda. Shu chog'da anandan keyin biz chora qo'llansak bo'ldi mencha. Yana bir savol, sizlar shu yoshlarni yetishtirish kursi ochamiz degan bir nomda uzun yillar NYD'dan pul elib proje qilib keldinglar. Ya'ni kurs ochdinglar, bir bilan qaninglarni ko'ryapmiz. Ammo qiziqarli yeri shu qurultaydagi rahbarlik qatlami qarasang, yana shu 10-20 yil burungi qayertozlar. Bir yangi bir yuzlarni, yangi bir insonlarni, yoshlarni bo'lib ko'mdiqda. Bu işte sizlar mag'lub bo'ldinglarmi yoki u bir xalqni aldaydigan o'yininglarmi? Bu bir proje. Yoshlarni tarbiyalash projesi uzun yillar davom qildi, bundan keyin davom qiladi. Biz azbonmuga yoshlarni tarbiyalab chiqdik. Ash kursga qatnashgan yoshlar bunga guvoh. Tarbiyalab chiqdik. Bir qismlari tarbiyalanislar qechib ketdi ekan, yo'qolib ketdi ekan. Bir qismlari hatto o'tib qoldi ekan, bizga qarshi chiqdi ekan. Ammo biz tarbiyalamadik emas, tarbiyaladik. Ama adam bizdeki sapa şu o'xshaydi. Ko'zga ko'ringandek chiqqanlar yo'q deyarlik uras. Bizdeki qurultayni hozirgacha shu 20 yilning oldidagi odamlar yetaklab qo'yapti yana. Yetaklab ko'zga ko'rinib, pokut ko'rinib qolgan yoshlarning yo'qligi ras. Ammo bu ishni bizda ko'rsam bo'lmaydi. Menimcha o'zimizdagi sapadan ko'rsam to'g'ri bo'larmikan deyman. Ya'ni nima deymiz? Bizda o'zini ataydigan odamlar shu da'voga boshchilar qiladigan odamlar jiq emas ekan. Meni sabab shuni mumkin. Yana bir ish, sen doim qurultay qarmoqida 40 dan ortiq tashkilot bor. Uyg'ur xalqining 80% bizni qo'llaydi degan shu tetiqsiz gapni takrorlab qo'yayotsanda. Ammo ozroq bir iznish qilganlar bayqadiki, bu 40 nechta tashkilotlarniki nurg'unlari sizlarga qaraydigan, ya'ni sizlarning qarmog'inglardagi tashkilotlar emasga. Ammo bu 80% Uyg'ur bizni qo'llaydi deydigan safsatni nerdan topding, uning nima asosi bor? Uni hech kim bilmaydi. Ammo amishda jo'ylab yursanda o'lkaga edi. Endi yaqinning yog'i bu gaplarni shaplaqlayotdi, bir qism odamlar ekranlarga chiqib so'zlayotdi. Bu yolg'onchiliklarni aytayotdi. Bu yolg'onchiliklarga sal xotim beramsa yoki yana davom qilamsa? Ya, shu asos yo'q gapni yomon ko'p qildi ekansizlar. Bizning 40 ta oshgan tashkilot biz bilan hamkorlashib ishlayotgan ras.
Şuna ulanı bizden karmıkımızdaki teşkilatlar hep karayımız. Biz en çoğu boğan ekin. Biz birden bir boğan ekin. Bu vaxtımı eğer ispatınlar bolsa görürsünler. Bizge yazımcı bir evesanlar buldu ya ki ekranlarda görürsünler. 80% Uygur bizni kollaydı degan gapga şahsen men ishonaman. Sen ishonmasang o'zingning ishi. Ben dünyanın hamma yerga boraman. Nega borsam meni qo'llaydiganlar oldimga chiqadi. Shunga 80% Uygur bizni qo'llaydi degan gapga ishonaman. Bunun da eğer gumanlar bolsa dedim o yani köp kısmı bizni qo'llamaydi depse eğer ispatanlar bolsa oturup taşlamlar hem 80% Uygur sizlarni qo'llaydi degan gap xato desanglar onu mu ispatlab beringlar? İspat kılamayızlar yani. Köz tutamayızlar. Toluk ispatını ağzınlığa kelgenden joyulup otursunlarmışlar. Ama meni 80% Uygur kollaydı degen ispatlayamaydı deyse. Sen ispatlayalamsan 80%'sini kollamaydı degen gapni ispatlayalamsan ispatın boz koya oturgan. Şu yakında bir İngiliz medyasidagi bir intervyuda sizlarniki bir sobiq lideringlardan birisida shundoq debdi o'sha ingliz mediaga. Ya'ni bu dokninki mavjud bo'lib turishi Xitoyning manfaatiga uyg'un keladi debdi. Mush to'g'risida biladigan qanchalik seniki? Mush odamning gapi to'g'rimi? Ya'ni bu adam hozirgacha aniqlanmadi kim ekanligi. Meni sen bilsa onun kimligini. Bunun nima deysa? Bu bir sepsette. Yani o eğer kimligini bilsem aşı gapni qilgan adamdan kimligini bilsem bana deb bersang ben surishtirishim mumkin. Nima qanday gap qildi bu adam? Ama bizden mevcut bo'lib turishimiz Xitoyga foydali, Xitoyning manfaatiga yoqadi degan gap quruq sapsata. Tuhmat bizga. Xitoylar doim Xitoy hukumati doim bizning ismimizni, Qurultayning ismini tilg'ab turib, bu Xitoyning eng chong dushmani deydi-ku, terrorist organ deydi-ku. Anlagansan? Ha. Biz Xitoyning ko'ziga qadalgan mulk bilsam. Bizniki mavjud bo'lib turishimiz qandaqdir Xitoyning planiga yoqadi emas. Xitoyning yuragini titirtirgan, Xitoyning yuragiga xanjar bo'lib sanjilgan bir ahvol. Ya'ni biz Xitoyning dushmani. Bunda quruq sapsatlarga ishonmanglar, yolg'on gap. Bir reallik yuz tutsan qara, hozir xalq uyg'ondi, haqiqiy uyg'ondi va xalq qattiq qahr g'azabda. Yani bu dava sepidikiler muşunçola yıllardan bu yan xalqni maymun o'yintup pada o'rinda ko'rib ketibdiki deb xalq qattiq g'azabda. Ama içinarlıq yeri bu oyunlarni yig'ishtirmadanlar dam qo'yisizlar. Endi so'raydiganim deylik-ki bir kunlarda hozirgi temir tovuqingdan ayrilib qolding. O'chaqda qanday yashashni o'ylab baqdingmi? Men burun qandaq yashagan bo'lsam, shundaq yashashni davom qilaman. Buningdan ansirab ketmasam bo'ldi qara. Men taqirib ketmadim, jinimni baqalayman. Burun pizza to'shgan bo'lsam, yana to'shig'idek olim bor pizzani. Pizza to'shimsam, döner to'shsammi bo'ladi? Yashayman. Men uzun yillar baqa yashamadim. Hali chingda bo'ldim o'zimni. O'zimni beqib ketalayman, ansirab ketman. Mening hol ahvolim yaxshi, iqtisodiy ahvolim yaxshi. İşlamasammi-chu, hali yillargacha yashay oladigan ahvolim bor. Buningdan ansirab ketmasanglar bo'ldi. Biz Uyg'urlarda bir gap bor. Al-qisasi binal haq. Shunda hozir Uyg'urlar tarixda ko'rilmagan bir
vahşiy qirg'inchilikda qirilyotidi. Ammo ishonimanki, Uyg'urlar qirilib tugab ketmaydi. Xitoy hargiz bu maqsadga yetolmaydi. Xalqimiz bir kuni mushu qirg'inchilik jarayonidami xalqimizning tub manfaatiga palti chopgan, xalqimizga munofiqlik ideyasida bo'lganlarni kechirmaydi va ularni so'roqqa tortadi va ulardan qisos oladi. Men bu vaqtda sizlarni ogohlantirmoqchiman. Agar qilayotgan ishinglarda xatoliklar bo'lsa, tovanchilik bilan xalqdan kechirim so'rashinglar kerak. Ham samimiylik bilan to'g'ri yo'lga menishinglar kerak. Bo'lmasa bir kunda bilib bilmay tig'ning uchiga uchrab qolishinglar mumkin. Shunga bu vaqtda men seni va sening guruhingdagilarni ogohlantiraman. Xalqningki kuchiga ishonishinglar kerak. Ham xalq bir kuni xato qilganlardan hisob olganda sizlarning shu sahnada bo'lib qolmasliginglarni umid qilaman. Ham oxirgi gapimni shu ogohlantirish bilan oxirlashtiraman. Omon bo'lg'in. Ey, sen meni ogohlantirmasanmi bo'ldi, qara. Sen bana qandaq baho bersang o'zingning ishi. Ammo biz xalqimiz uchun kurash qilib kelyapmiz, ham bundan keyin davom qilamiz bu kurashni. To'g'ri deysa, al-qisosi binal haq. Agar kim Uyg'urlarning va vatanimizningki tub manfaatiga xilof ishlarni qilsa va hatto xoinlik qilsa, munofiqlik qilsa, xalqimiz uning so'rig'ini qiladi. Buni obdan bilamiz. Biz o'zimizga yuz kela olamiz. Xalq manfaati uchun, vatan uchun jinimiz fido deb jinimizni alqonqirab qo'yib chiqayotganlar biz. Har xil gap so'zda bo'lganlar bo'ladi. Bu tabiiy ahvol. Ammo biz o'zimizga ishonchimiz bor. Biz to'g'ri yo'lda ketyapmiz. Ham bu yo'limizni davom qilamiz. Kim javob berdi xalq oldida qani ko'ramiz. Xayr. Xo'sh. Hurmatli qarindoshlar, programmani ko'rib berganingizga rahmat. Bugungi programma sal alaydiroq bo'lib qoldi. Balkim ko'ngillarga yoqmay qolgan yerlar bo'lgan bo'lishi mumkin. Bu vaqtda agar rost shunday bo'lib qolgan bo'lsa, sizlardan kechirim so'raymiz. Bizmi agar biz burundan taklif qilayotgan biz ba'zi o'ylaganlarni ko'pchilik oldida savol javob shakli orqali bir javob berishga tirishib kelgan ba'zi odamlar ekranga kelishga unamaganligi uchun shundayroq bir shaklda ish qilib qoldik. Bu balkim ba'zilarga sal kulkilik tuyulgan bo'lishi mumkin. Qandaqlar bo'lsin, ya'ni shu da'vo sepidagi shu da'vo ishlariga munosabat bo'lgan odamlardan javob berish, ba'zi xalqimiz ko'ngil bo'layotgan masalalarda javob berish bizning vazifamiz. Ular ekranga kelishga unamagan ekan, shundayroq bir shaklda ular bilan dialog qurishimiz mumkin bundan keyin, ya'ni ehtiyoj tug'ilganda. Shunga bu usulimizni, bu nuqtada qo'llangan usulimizni to'g'ri tushunishinglarni umid qilamiz. Xayr, Allohga omonat qarindoshlar, omon bo'linglar. Çıktım bugün seferge, tirikçilikte yan turib, qaldı ketken yolunga, ata-anan telmürib, gözleriga yaş ile, süygünün tenha kaldı, kollarını şiltip, oğul kızın mı kaldı? Xudayimga amanet deb qadamni boshlag'in, oldindagi sirba yo'lga nazar tashlag'in. Bu
Bu yolla uzun yolla, bu yolda ölüm tola. Atam kaçan kilurde, küterse bir balalar. Orap şirin uykular, ushbu yollar qo'ynida. Ketdi jumulup ko'zlar, olamdan bo'ldi juda. Shum ajal ilib ketdi, dillarni vayron etdi. Kuyimchan ham qadirdan, azizlar o'lib ketdi. Ah jafokash musofir, birni ishki etelmay. Ne düşürdün tentirek, tehi uyga yetelmay. Dua kılıp soraylı, Allah'ın amanlıkni. Yol düşürgen musafir, görmesin yamanlıkni. Xudayimga amanet deb qadamni boshlag'in. Oldindagi siri bor, yo'lga nazar tashlag'in. Bu yo'lla uzun yo'lla, bu yo'lda o'lim tola. Atam qachon kelurde, kutarsa bir balalar. Namın uluk hey Allah, dua kılıp sorayma. Yoldaki musafirler amanlığın sileyme. Amin.